yaxshi tinch mahalladan sifatli qurib bitkazilgan hovli qidirayotgan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklifimizga chiqyapti. Mirzo Ulug'bek tumani Avayxon mahallasida 3 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu fayzli xonadonimizda sotuvda. Jiloy maydoni 340 kvadrat metr, katta darvoza, odam kirib chiqishi uchun kalitka, yozgi oshxona, umumiy hojatxona va hovlimizning bu yoq tomonida basseyn joylashgan. Bu yoq tomonida kichkina zilonная zona va bitta mashina uchun joy qoldirilgan. Uyimizning ikkinchi qavatida balkon va birinchi qavatida ham balkoni bor. Sifatli mahsulotlardan did bilan remont qilib bitkazilgan xonadon. 6 ta xona, 6 ta sanuzel va podval splashnoy qilingan. Kirishimiz bilan shunaqa oppoq hol kutib oladi, o'ng qo'limizda. Garderoblar joylashgan. Uyimizda mayda-chuyda ishlari qolgan. Inshaalloh yaqin kunlarda bitkazib beriladi. Oshxonamizning mebellari tayyor qilinadi. Panoramli oynalar qoldirilgan oshxonada. Bu xonamizda zal, mehmonlar bemalol shu yerda kutaverasizlar. Birinchi qavatga tegishli orqa hovli ham bor. Havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Cho'pli pol plus radiatorlar qilingan xonadonimizda. Birinchi qavatga tegishli umumiy sanuzel va chap qo'limizda birinchi qavatga tegishli spalni, ichida o'zining sanuzeli bilan. Xonalar razmerlari keng qilingan. Mazza qilib yashash uchun hamma sharoitlar bor. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Lestnitsadan ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bizani meshkomnatni koridor kutaveradi. To'g'rida balkonimizda joylashgan, xonalarga bo'lingan. Chap qo'limizda birinchi xonamiz, ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni, ichida o'zining sanuzeli bilan xonamizning razmeri keng qilingan, bemalol kravat, garderobni, shkaflar qo'ysanglar bo'ladi. Ichida o'zining sanuzeli bilan. Aytib o'tganimdek mayda-chuyda ishlari bor. Inshaalloh yaqin kunlarda bitkaziladi. Hamma xonada klimat kontrollar qo'yilgan. O'rtada umumiy sanuzel, keyingi xonamizda yana bitta katta ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni. Ichida o'zining sanuzeli bilan. Inshaalloh xonalar keng qilingan. Keyingi xonamizda sanuzel, umumiy vanna qilingan, yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa cho'miltirishga mo'ljallangan. Endi bu xonalarimiz bolalar yotoqxonasi. Garderob uchun отдельный joy qoldirilgan. Keng balkoni bilan. Radiatorlar bor. Klimat kontrollar bor. Xonalar ko'p, katta oila yashashi uchun hamma sharoitlar qilingan. Bu yerda yana bitta spalnimiz joylashgan. Sizlarga uyimizning podval qismini ko'rsatib o'taman. Lestnitsadan podval qismimizga tushganda katta hol kutib oladi va xonalarga bo'lib qo'yilgan. Prachka, kotelni, kladovka hamma xonalari bor, plus katta holi bor. Ozgina ishlari qolgan, tarkitlari inshaalloh yaqin kunlarda bitkaziladi. Narxini $450 ming ga narxlaymiz, narxlari kelishiladi. Nomerni yozib qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.